Mana Doğanlar 60 kilogramda o'quvchilar arasında Qarasuvuq balvon birinchi o'rinda olgan ekan. Bular yo'lga chiqib ketdilar. Qonunni birinchi keyin topshiramiz. Bular yo'lga chiqish uchun mana shu bugungi to'y qilgan Nurg'ozining otasi Duyshakaning akasi Hamidga topshirib qo'ysin qo'lchavoqlarni. Qo'lchavoq qo'yaylik. Mana oldimizdaagi yigit quchoqlab, qutlug' bo'lsin deb. Mana bu Qo'chqorda Qarasuvda chayqanada. Mana Qarasuv Ulug'bek polvonda dag'i cho'ng-cho'ng yigitlarni qalaymiz. Jelkasi jerga tiyib, Qirg'izistonning jelbiragini bayrog'ini doim jelbiratib yuraversin. Rahmat Hamid aka. Mana bu suratga tushib qoldi. Hadi qo'ydi tikkayib qo'shildi. Kirso. Молодец. So'ngra bo'lmoqda. Qarisaga mis, qonunlayveradi. Молодец. 12-oktyabr 2025 biz muqotirani qarash ko'p jiroylik o'tindi. Kurash bo'ldi, cho'ng kurash. Shu yerda ma'lumot Birazdan olsa loyiq bosgan tezakon o'shani birga muqotirani qarash ko'p jiroylik o'tindi. Jiroylidan Shundan keyin kelib olmishlar. Shu Bekul Nurg'ozi ularni sunnat to'y berib jotib, sunnat to'y berib Abdurahimov Abduali boshlaydi. Bizdan olsa loyiq bosgan tezakon o'shani birga o'z notimdan janob Qotqoval jinoyat etgan ma'lumotdan sizga iyilik qo'lang, tinch bo'lingizlar. Amon Abdurasulov Marlon. Daha biz ko'rsatamiz. Gel sudya. Bugun Marlen'le kurashadi. Marlen'le chiqamiz. Marlen polvon. Bugun Ramonga biza bir tam birinchi klassga chiqdi. Sen 9-chi klassga chiqding. Tuyg'unlar Juma. Tuyg'unlar Astırıp durma. Var mı? Qaradi. O'tirib. Qo'shin aka, qatnas. Keling, sesni azaytaylik. Qo'yar, chiqsinlar. Bo'laveradi. Ishdan aylanadi bo'lsa. Bayan aka, choshliga nima qildi? Nihol. Dövləs bilan kengash ekan. Kengash dövləs ekan. Dövləs hali qo'yib qo'yam. Biri dodon, biri kengash ekan-da. Hujja qanday qildingiz? Qayerda qarmashdingizmi? Abdurasulov Marlen polvon tozalashga oldi. Qog'ozni. Abdurasulov Marlen polvon Dodon. Dodon bilan kengash ekan.